yorqin ta'm va tetiklantiruvchi quvvat. Har bir ho'plamda yorqin ta'm va g'ayrat. Sting har lahzani quvvatlang. Birinchi qismda 6 ta shartni bemalol qilib tashladik. Lekin sizlar ko'rmagan eng ekstremal, eng qiyin 3 ta shart mana shu qismda. Oxirida bo'lsa ChatGPT menga umuman kutilmagan shart berdi. Mashinani yoqvor deb yozdi. Men buni qila olamanmi yoki yo'q? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bolalar ChatGPT hozir menga 7-shartni berdi. 7-shart mana bu idishga suv to'ldirib Mahmudga qo'yib qo'yishim kerak ekanda, o'zicha etishi bo'yicha. Men 100 metr yurishim kerak ekan. Mahmudda bitta ham suv to'kilib ketishi kerak emas ekan. Agar to'kilsa, men yutqizgan bo'lar ekanman. Keyin, "Voy, bu iloji yo'q, to'kilib ketadi, yo'llarimiz O'zbekiston" desam, yaxshi emas. Desam, nima deyapti? Naviklaringga nima samleniya qilyapsanmi? Opiting yetmaydimi deyapti. Bo'lmasa ko'rsataman dedim. Men seni aldovdim dedim. O'zbekiston yo'llari hozir juda ham tekis, bemalol yuraman dedim. Mana bolalar, hop, shartni boshlaymiz unda. Shoshmay tepalikdan tushib oling. Tepalikdaman bolalar hozir men. Mana ko'rdinglarmi, bu to'kilardi. Men tepalikdan tushib oldim. Mana tepalu ketdi mana. Men to'ldiryapman. Bo'ldi. O'zi qiyshiqmi qara? Davay ketdi. Bismillahirrahmanirrahim. Voy voy voy. Voy. Voy amir, voy. Tezlik osgan sari titrayapti-yu suv. Voy 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 voy. Voy voy, qancha qoldi hali bor lekin svetoforgacha kamida 100 metr. Voy. Voy, yo'q qiyshiq ekan. Mashina qiyshiq ekan. Voy, mashina qiyshiq. Mana bu nima deydi? Mana bu tarp etganmi? O'sha qiyshiq. Voy, chuqurcha bor ekan. Voy. Voy, bo'ldi. Mashina yo'ldamiz eng qizig'i. Avariyaga yoqib qo'y. To'kiladi hozir. Ko'rdinglarmi, qiyshiq ekan-da. Voy. Voy. Bolalar, biz почти 100 metr yurib bo'ldik. To'g'rimi? Orqamizda mashina. Buzilib qoldi mashina. Mashina buzilib qoldi. Aka, nima qilasan endi? Mashina buzilgan. Bolalar mana 100 metr mana почти keldi. Ko'rganinglar-da, suv to'kilmadi. Men sizlar uchun dars yurib qo'yaman. Atak bo'ldi уже. Limitni o't bo'ldi. Voy, men qimillashini qaranglar. Voy voy voy, men chuqurchan qaranglar, mana chuqurcha. Voy! Ko'rdinglarmi? Sekin yurganimda kontrol qila oldim. O'sha 100 metrdan keyin kimdirlar aytishi mumkin, to'kilmaydi deb. Mana to'kildi, rostdan ham ko'rdinglar, to'kiladi. 100 metr bemalol yurdim, bolalar ko'rganinglarda. ChatGPT, normalniy shart ber, cho'ta qiyinlaringni ham mensimayapman o'sha. Bo'ldi, bu suvni endi keyingi shartga olg'a. 8-shart, men bitta odamga mashina haydashni o'rgatishim kerak ekan. Bu juda azobli narsa. Men bitta odamga bitta narsani o'rgatish uchun juda katta asabim ketadi. Tem bo'lib mashina haydashni o'rgatish bo'lsa, tem bo'lib bu meni mashinam urib yorsa, men uni urib yorishim mumkin. Shuning uchun men o'rgatadigan odam hozir mashina haqida umuman ma'lumotga ega emas odam, ya'ni Faraga. Faraga umr yoshligidan faqat veli haydaganlar. Yo'q. Skuterman bu. Skuteram bo'lgan, lekin mashina haydash umuman bilmaysiz. Nol. Tem bo'ling mexanik, avtomat. Avtomat, mashina rulga o'tirmaganman hali. Hech o'zi rul boshqarish bilasizmi? Ko'ramiz. Faraka, bu mashina. Xo'p. Mana balon. Bilaman uni, 4 ta baloni bor. Kluchimda burash kerak. 4 ta emas. Kalit kluch nima? Kalit kluchmi? Nima deysiz? O'rgana olaysizmi? Yorib tashlayman. 3 skorost turaman, bola maktab.
qilib. Siz hozir gazni ham bosmaysiz, men o'rgatishim bo'yicha. Bosaman. Bolalar komment yozib qoldiring, o'rgana olinglar yoki Mashinasini kod qilaman. chetda o'tiring qani. Faraka, o'sha o'tirib, o'sha asabiylashib ketyapman-da, qarang. To'xta. Zavat qiling. Siqilma. Siqilma. Oldin menga past tushuntir. Pastda nima bor? 3 ta narsa bor. Hop, gaz tormoz, Displeni. displeni. Displeni, birinchi displeni. Hop, bu displeni, hop. Birinchi displeni, o'rtasi to'g'rimiz. Men bu gaz ishlatmayman, baribir to'g'rimi? Ishlatasiz, oldin displeni bosib kontrol qilishni o'rganishingiz kerak. Bo'ldi, mana shu kontroldan boshlaymiz. Birinchisi kontrol. Yaqin qilib oldingiz. Ha, udobno, даже kapotdan ko'raman. Agar mana bunaqa birda turgan bo'lsa, zavat qilmang. Ha. Yurib ketadi mashina. Hop. Xalastoy qo'yishni o'rganing. Mana. Bu xalastoy hozir. Oyoq qarab turing. Oyoq qarab turing. Da, xalastoydan emasmi? Qarang. Yo'q, bu hozir nechida turibdi? Bilmadim. Xalastoy Men endi qo'ying. men xalastoymi? Bundoq qilsangiz sezasiz, tushundingizmi? O'rtada turish kerak, tushundingiz-a? Aha. Da, endi zavat qiling. Bismillah. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring, ha? Hop. Yo'q, qilib qo'yib yuboradi. Displeylarni bosaman. Displeyni bosing. Birga uraman, to'g'rimi? Mana Gaz bismillah. chaqmas, qarang. Endi sekin displeyni sekin qo'yib yuboring. Mana buni tushirish kerak oldin. Ha. Mashinaga oldi. Bismillah. Faraleklar. Jamshid. Ey, men o'rgataman, Ey, o'rgatmaysizmi? ana bitta papitkada o'zingga qonun ham chiqdi-yu. Nima? Mashinani haydashni bilsang, prosta test topshirsang bo'ldi ekan. Birinchi yo'l. Hozir agar displeyni si qo'yib yuborsam ham bo'ladi? Hozir o'chmaydi, boshida yurganingizda o'chib qolishi mumkin. Hozir qo'yib yuborsam bo'ladi? Sekin qo'yib yuboring. Yo'q, hozir gazni bosishingiz kerak, uning uchun qo'yib Yo'q, yuborishingiz. yo'q, hozir sekin. bitta nazorat qo'yamiz. Gazni shunaqa bosishni o'rganing, ana tak Nijnami? qilib bosing. Ko'pay, bu ko'p bosyapsiz. Sekin, sekin displeyni qo'yib yuboring endi. Gazni bosib, sekin displeyni qo'yib yuboring. Yuring endi. Bismillah. Qalay. Haydashni bilar ekanman-a o'zi. Yo bilmas ekanman. Hey. Bolalar, men birinchi marta haydayapman, sizlar o'ylamanglar, farana qotdi deb hozir. Bundan oldin rulga o'tirgandim. Men xudo o'rtada turibdi, men hali mashinaga o'tirmaganman. Sizga kim beradi mashina? O'shada. Men o'rgatmasam, hech kim maqa beradi? Maqa. Men qani kuni Matizga o'tirganda ko'rdim, nima qilganini? Pravasi bor uni. O'qimagan-da. Shunaqa, men o'rgatsam, Hop. bunaqa odamlar tez o'rganadi. Atak yaxshi. Da, endi gaz bosing, yaxshilab bosing, qo'rqmang. Voy, o'lib ketamiz. Haqqa, jigarlar, tormoz bor-ku. Haqqa shoshmasizlar. Jigarlar, shu videoga like bosib, patchiga tashab qo'yinglar. Bo'pti. Chivala qo'yinglar. Men endi mana shu ketishda hozir menga mashina oldirib, mashina olgim kelyapti endi. Mashina zo'r narsa bor aka. Bolalar mana endi hozir 3 ta nima deydi buni? Baklashkalarni qo'yib chiqamiz. Konusimiz yo'q edi yonimizda. Konusi yo'q, shuning uchun baklashka qo'yamiz. 2 metr oralig'ida ochib qo'yamiz. Hop. 3 tasidan bunda o'tishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Siz o'tgandan keyin уже tayyor hisoblanasiz bachcha. Yo'q, o'tolmasamchi. O'tolmasangiz, Yana haydashim kerak-a? tepaman bashir. Yana mashinasini berar ekan, unda o'tmayman. Yo'q, kiring. Kiring, yana surish kerak edi. Bo'ldi, o'tib ketdingiz bu yoqqa. Yo, Qayting. Mana yo'ldan kiritish kerak. Davay, kirg'izing уже tez. Ulgurmaysiz bo'lsa. Davay, qarang nari yog'ingizga. Bo'ldi, qaytiring. Qaytiring dakansiz, davay. O'tdingiz bemalol, yuring gaz. Oy. Sekin, o'ylab. Ururiymi? Yana davay, qaytda kiring davay, yana. Tez endi, davay. Gaz bosing. Davay. O'tdimmi? Urdiz. Vay bala. Bolalar ko'rganinglardek, mana Farakaga ham почти 80% mashina haydashni o'rgatdim, to'g'rimi Faraka? Joning sog' bo'lsin. Emotsiyalar qanaqa? Zo'rmi? Endi mashina olmoqchiman. Da, mana ChatGPTning shartini ham bajardim. Farakaga bitta yaxshilik qildim. Faqat velida yurardilar, endi mana mashina olaman deyaptilar. Bu men uchun plus, chunki Faraka mashina olsa, meni olib yuradi, to'g'rimi? Конечно. Bo'lmasam keyingi shartga. Ketdi. Go. Bolalar, ChatGPTning oxirgi bergan sharti, ya'ni 9-sharti meni juda hayratda qoldirdi. Sababi 9-shart mashinangni yoqib yubordi. Men bu shartni bajaraman.
inshaalloh hammasiga nuqta qo'yish vaqti keldi. Мы разрушили все сами, положили всему конец. Без тебя все пусто, мир замер. Море фонтан брошенных монет. Ты колючая, как розы, но и красивая, как они. Тебя берут, ранят и бросят эти душевные пацаны. Я потерял свой дар речи, молил Бога с тобой свести, но мне тебя удивить нечем. Принцесса, ты снаружи. Bolalar ko'rganinglardek men jinni emas, mana ChatGPT bitta mashinani yoqib yuborsa yoqib yuboradigan, shuning uchun mana kichkina mashinchasini yoqib yubordik. Video yoqqan bo'lsa qo'llab-quvvatlab turinglar. Mehnat teri bilan topilgan mashinani yoqib yuborish jinnili, shuning uchun sizlarga shunaqa videolar yoqayotgan bo'lsa kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar, like bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun kontent qilishda davom etamiz. Joningiz sog' bo'lsin, keyingi videoda ko'rishguncha.